3 sotuvli uchastkaga qo'yilgan zinamizni qisqacha obzorini ko'ramiz. Uylar hali bitmaganligi sababli polniy obzorini keyinchalikka qoldirdik. Bir 10-15 kunda uylari polniy ustala chiqib ketadi va uborkaga odam tashlaganlardan keyin aloqaga chiqaman dedilar. Akamlar atvizib olmoqchi edik. Bu yerda masakalli zinalarni chiroyli qilib topshirdik. Buni upakovka qilib ketamiz. Xudo xolisa keyin kelganimizdan keyin upakovkalarni yechib bitta video obzor qilamiz. Albatta sizlarga yoqadi. 3 sotuvli kichkinagina xonadon bo'lgan, juda ajoyib chiqqan. O'zim ham juda yaxshi ko'rdim shu uyni. Mana bu yerda zinada shunaqangi dekoratsiyasi bor. Buni отделкаchilar qo'llar dar ko'rmasin, chiroyli qilib qo'yib berishibdi. Bu yerda Zina Group brendi yopishtirib qo'yganmiz.